Nilufar. Judayam yaxshi narsa-da. Ayolga yosh erkak kerak, kuchli erkak kerak. Chunki ayoli agar yosh yigit bilan yuradigan bo'lsa, demak u ayol statusli ayol, puli bor, imkoniyati bor, erkak kishiga ehtiyoji yo'q. Lekin yonida kimdir bo'lishini xohlaydi. Yigit kishiga alfonslarga puli bor opalar kerak. Podarkalar berishsa u yigitlarga, uy-joyini ham qilib berishsa. Yigitlar bunaqa ayollar bilan foydalanish uchun yuradi. Bunaqa ayollarga pul ishlatish kerak emas. Yosh katta ayollar sizni tergamaydi. Qattasan, nimasi? Nima qilyapsan? Qizlar bilan yuribsanmi demaydi. Sizni yedirib ichirib qo'ysa, hamma narsangizni olib bersa, yana nima kerak yigitga? Juda ham chiroyli kelishgan yigit. Men uchun bola. Kim uchundir bo'lamas ekanda. Ayol unga uy-joy ham olib bergan, mashina olib bergan, bola to'yib oldimi, hamma narsa bo'ldimi? Tipa dokumenti ham вроде нормальный, normada hammasi. Ishi bitgandan keyin opaga damizni oling deb yoribdilar-da. Opa ham shu stra ekanlar, bergan hamma narsasini tortib olgan. Opa hamma narsasini tortib olgandan keyin bola sinib qolgan. Uydan boshini ko'tarib ko'chaga chiqa olmagan. Opa hamma yoqqa sharmanda qilib yuborgan bolani. Opa uyalmanglar, yosh bola bilan yurib nimaga qarab ketayotganini biladi, gap so'zni biladi. Bola yeb qo'ydi-da butun hayotini. Qizlar, yigitlaringlar o'zingizlardan necha yosh kichkina? Kommentlarda yozib ketinglar.